Tojikiston fuqarolari uchun yaxshi yangilik. Moskva va Dushanbe o'rtasida poyezd qatnovi qayta tiklandi. Hamma 30 kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'ladi. Moskvaning Tekstilskiy tumanida to'y paytida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Lipetskda noqonuniy migrantlar qo'lga olindi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Mikrofon qarshisida Dilshod Umarov. Hamma 30 kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'ladi. Rossiyada hamma xorijliklar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish muddati yagona 30 kun bo'ladi. Hozir bu faqat ishlashga kelayotganlarga taalluqli. Boshqa maqsadlar bilan kelganlar uchun 90 kun beriladi. Endi esa 3 oyga oilasi, qarindoshlari oldiga kelayotganlar ham, shaxsiy ishlar bilan kelganlar ham, talabalar ham 30 kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'ladi. Tibbiy ko'rikdan bosh tortganlik uchun chiqarib yuborish bilan jarima 25 mingdan 50 ming rublgacha oshirilmoqda. O'zgarishlar 1-sentyabrdan kuchga kiradi. Tojikiston fuqarolari uchun yaxshi yangilik. Moskva va Dushanbe o'rtasida poyezd qatnovi qayta tiklandi. RJD Moskva va Dushanbe o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri poyezd qatnovi tiklanganini e'lon qildi. Dushanbedan birinchi poyezd 21-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 3:25 da jo'naydi. Poyezd 24-iyun kuni soat 22:08 da Moskvaga yetib keladi. Rossiya poytaxtidan birinchi poyezd 25-iyun kuni soat 6:05 da jo'nab ketadi va 29-iyun kuni soat 2:48 da Dushanbega yetib keladi. Poyezd har 2 haftada bir marta qatnaydi. Sayohat vaqti taxminan 4 kun. Yo'nalish Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya orqali o'tadi. Yo'l davomida Buxoro, Nukus, Qo'ng'irot, Aqto'be, Orenburg, Samara, Penza va boshqa shaharlardan o'tiladi. Dushanbedan keladigan poyezd chiptalari allaqachon sotuvga qo'yilgan. Moskvadan chiptalar savdosi tez orada ochiladi. Eslatib o'tamiz, Moskva va Dushanbe o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri temir yo'l qatnovi 2020-yil bahorda koronavirus pandemiyasi tufayli to'xtatilgan edi. Moskvaning Tekstilskiy tumanida to'y paytida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Politsiya xodimlari voqea ishtirokchisi bo'lgan 17 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 33 nafar chet el fuqarosini qo'lga oldi. Qo'lga olinganlarning 24 nafariga mayda bezorilik, 3 nafariga esa migratsiya qoidalarini buzish bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzilib, ulardan biri deportatsiya qilindi. Nizoning eng faol 6 nafar ishtirokchisiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud qarori bilan hibsga olindi. Ularga 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanishi mumkin. Davom etamiz. Moskvadagi qurilishda 20 dan ortiq ishchi ishtirokida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. 25-may kuni ertalab Moskvadagi Mitinskiy les turar joy majmuasi qurilishida yirik janjal yuz berdi. Voqeada kaska va nimcha kiygan 20 dan ortiq ishchilar armatura hamda g'ishtlar bilan bir-birini kaltaklagan aks etgan. Hozirda voqea joyida politsiya ishlamoqda. Jabrlanganlar haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritilmoqda. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, bu hududda tartibbuzarliklar tez-tez takrorlanib turadi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bystrikin voqea bo'yicha hisobot berishni talab qildi. Lipetskda noqonuniy migrantlar qo'lga olindi. Lipetsk viloyatining Gruziya okrugida joylashgan yog'och poddollar ishlab chiqarish korxonasida Rosgvardiya ko'magida migratsiya reydi o'tkazildi. Tekshiruv davomida ushbu korxonada mehnat qilayotgan 28 nafar xorijlikdan 18 tasi noqonuniy ishlayotgani aniqlangan. Hozirda barcha qoidabuzar migrantlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzilgan bo'lib, qonunni takroran buzgan bir nafar Tojikiston fuqarosi yaqin orada Rossiyadan deportatsiya qilinadi. Noqonuniy ishchilarni yollab kelgan ish beruvchi ham javobgarlikka tortiladi. Ahmoqning katta-kichigi bo'lmaydi. Sochida yuqori voltli liniyaga chiqib, selfi qilish niyatida hindistonlik migrantning umriga zomin bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Hindning tepaga chiqqanini bilmagan qo'riqchi elektrni ulagan. Qo'rqqandan hushidan ketib yiqilgan migrant halok bo'lgan. Yana bir xuddi shunday voqea Rossiyada o'smir yigit 7-qavatdan yiqilib halok bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, u do'sti bilan balkon orqali tomga chiqmoqchi bo'lgan paytda muvozanatni yo'qotib pastga yiqilgan. Shundan so'ng u darhol shifoxonaga yetkazilgan, biroq og'ir jarohatlar sabab o'smir reanimatsiya bo'limida jon bergan. Hozirda hodisa yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Rossiya fuqaroligini olish to'laqonli fuqaro bo'lish degani emas. Rossiya Ichki ishlar vaziri va FSB milliy xavfsizlikka tahdid solgani uchun 8 nafar sobiq xorijlik
xorijlikni Rossiya fuqaroligidan mahrum qildi. Tula viloyatida noqonuniy qurol saqlagani uchun qamoqda o'tirgan kriminal shaxs hamda Tver viloyatida fuqarolarni soxta ro'yxatga qo'yish, ya'ni propiska bilan shug'ullangan kimsaning pasportlari olib qo'yilgan. Buryatiya Respublikasida mahalliy aholiga qarshi millatchilik qilgan, Oltoy Respublikasida esa diniy va etnik ustunlikni targ'ib qilgan, ya'ni muqaddam ko'p bor javobgarlikka tortilgan shaxslar fuqarolikdan mahrum etildi. Tyumen viloyatida diasporani radikallashtirish va etnik nizo chiqarishga uringan 3 nafar erkakning fuqaroligi tugatildi. Arxangelsk viloyatida esa destruktiv harakatlar bilan nizolarga zamin yaratgan shaxs fuqarolikdan mahrum qilinib, mamlakatdan deportatsiya qilindi. Diqqat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Talaba bo'lsangiz ham reyestrga tushasiz. Rossiyada migratsiya nazorati kuchaygani sababli ko'plab yurtdoshlarimiz reyestrga tushmoqda. Bu vaziyatdan foydalanib, talaba bo'lsangiz reyestrga tushmaysiz deb soxta hujjat sotayotgan firibgarlar ko'paydi. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Diqqat, 1-iyundan boshlab mehnat muhojirlari va xalqaro talabalar RUID orqali kirish maqsadini tasdiqlashlari kerak. 2026-yil 1-iyundan boshlab Rossiyada ishlash yoki o'qitish maqsadida vizasiz kiradigan chet el fuqarolari uchun yangi qoidalar kuchga kirdi. Endi e'lon qilingan kirish maqsadi RUID mobil ilovasi orqali taqdim etilgan elektron ariza ma'lumotlari bilan tasdiqlanishi kerak. O'zgarishlar Rossiya Federatsiyasi hukumatining 2026-yil 27-apreldagi 468-sonli qarori bilan ko'zda tutilgan. Hujjat shuningdek chet el fuqarolarining kirishini raqamlashtirish bo'yicha tajribani 2027-yil 31-dekabrgacha uzaytiradi. Ilgari uni 2026-yil 30-iyunda yakunlashi rejalashtirilgandi. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 30-iyundan boshlab Rossiyaga vizasiz kiradigan xorij fuqarolari chegarani kesib o'tishda kamida 72 soat oldin RUID ilovasi orqali shaxsiy ma'lumotlar, sayohat maqsadi, qabul qiluvchi tomon maqsadidagi ma'lumotlarni ko'rsatib elektron ariza topshirishlari shart. Fotosuratni yuklash va biometrik ro'yxatdan o'tish. 2026-yil 1-iyundan boshlab kirish maqsadini mehnat faoliyati yoki o'qishni ko'rsatganlar uchun arizadagi ma'lumotlar belgilangan kirish maqsadini majburiy tasdiqlashga aylanadi. Bundan tashqari qaror xalqaro transportni amalga oshiruvchi haydovchilar arizaga ilova qilishi kerak. Hujjatlar ro'yxatini tasdiqlanadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ta'kidlashicha, yangiliklar chet el fuqarosining raqamli profilini yaratishga va migratsiya xizmatlarini asta-sekin elektron formatga o'tkazishga qaratilgan. Yangi qoidalar 2026-yil 1-iyundan boshlab amal qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarga mehnat migratsiyasi uchun yagona raqamli tizimni taklif qildi. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, bandlik bo'yicha milliy elektron xizmatlarni o'zaro bog'lash orqali tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlikni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga dolzarb. Bu yerda so'z fuqarolarning ishonchli bo'sh ish o'rinlari, ishga joylashish shartlari hamda migratsiya qonunchiligi normalari haqidagi ma'lumotlardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishni ta'minlaydigan qulay va yaxlit raqamli muhitni shakllantirish haqida bormoqda. Bu bir paytning o'zida mamlakatlarimiz mehnat bozorlari ehtiyojlarini hisobga olish, xodimlarning malakasini oshirish, fuqarolar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish va norasmiy bandlik xavflarini kamaytirish imkonini beradi, dedi u Ostonadagi sammitda. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirib o'tdi. Salomat bo'ling.